ovozliq kitob apdetali. Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Turg'an To'xtamning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Nozugum nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Nozugum, o'zingizga ogoh bo'ling. Endi biz ko'migan mushukun qolgan mıydı? Bular erlarni azobligini oz degandek, qizlarimizmi kun ko'rsatmaydigan o'xshaydi. Qumush aralab kun chiqdi. Yolg'iz boshqa mum tushdi. Men nozukni tutqili, sulun cheriklar chiqdi. Nozugum, yaraysiz. Siz o'lib ketsangizmi, lekin biz bu jasoratingizni unutmaymiz. Siz uchun intiqom olamiz. Kızımni qo'yib yutinglar. İflaslar. Xo'sh aka, nada bo'lsaqmi omon bo'laylik. Baqanni ko'rib qolsang, meni uni taqatsiz kutadiganligimni aytdim. Nozugum o'ri turib, kiyimlarini qiqib tuzashtirib, ho'l bo'lib ketgan ko'nglikini siqib, ishonchlik holda olg'a ilgirladi. Cheriklarmu xeyli orqada qoldi. Atrof qop-qorong'u. U suvdan chiqib yo'lga tushdi. Ko'nglikini siqib, cho'lib yuzini yepib olgan chechini tuzib olgandan keyin kaynidagi pakar uylarga, qorong'uda g'ilpol ko'ringan tutqunlarga qaradi. Hamma jimjit, uyquda. Xudoga shukri, endi qutulgandiman degandek cho'nqur nafas oldi. Uning teni suvning ichida chaqda isib ketgandek qilib edi. Hozir ochiqchilikka chiqishi bilan tog'ning sovuq shamoli urib muzlab ketdi. Qizlar turinglar! Tutqunlar tarafdan tuyuqsiz anglangan bu ovoz Nozugumni mangdatib qo'ydi. U mahalla tarafga quloq silib tingshib edi. Nozugumni qaroqchilar o'g'irlab ketibdi degan ovoz anglandi. Bu bayila o'zi quchoqlashib yotgan Gulnisoning ovozi edi. Bu nima bo'ladi? Muni varqirayotgan rostli Gulnisomidi? Nozugum u qizning tiziga qo'yib yotgan beshini daq yerga tushirib qo'yib qechib ketib edi. Gulniso Nozugumning yumshoq ko'ksiga qo'lini qo'ygandan keyin uxlab qoladi. Ehtimolim hozir u mangdab uyg'ongan bo'lsa, qishida o'zining yo'q ekanligini bilib cho'chib ketgandi. Nozugum bu qizga o'zi qochganda vangchung chiqarmasligi haqida jekib qo'ymaganiga afsuslandi. Endi bu qiz balani teriydigan bo'ldi. Gulnisoning uni boshda pasrak chiqqanda qilib edi, ikkinchi qaytim varqirg'ini qorong'u tunni yerib palakka yetdi. Voy qizlar turinglar, Nozugumni qaroqchilar o'g'irlab ketibdi. Ya Allah, nima deydiganda buni qiz? Rostla o'g'irlab ketganmi nima? Yo'q turdi-ku. Cho'chib uyg'ongan qizlarning vangchungi birdamning ichida jimjit uxlayotgan cheriklarni uyg'otib, oyog'idan tik turg'izdi. Bir pasdan keyinla qizlarning yig'isiga cheriklarning varqirgan ovozlari qo'shildi. Faqat toshdan qo'pirilgan uy ichidan etilgan miltiq ovozi anglangandila, hamma bir pas jim bo'lishdi. Ondan yana qizlarning ovozi anglandi. Hay ahmaq qiz, yon peshini bo'ri yulib kesimi birar soat og'zini yumib jim yetib tursa bo'lmamdi. Mana endi mangimi o'zigimi qildi. Cheriklar qilich va nayzlarini ko'tarishib, tog'ning to'rt tarafiga so'kuldishib yugurdi. Nozugum o'z tarafga kelayotganlarni ko'rganda, tog' ichiga mo'kinib ulgurmaydiganligini bildida, nima bo'lsa-mu beshiga kelganini ko'rarman deb yo'l chetidagi yo'g'on toshning kayniga mo'kdi. Uning qo'li yonchuqidagi tasbihga tegdi. Baya oshu tasbihni tutib, Alloh taologa yolvurganda yor yo'lak topgandek bo'lib edi. Balki hozirmi Xudo o'z panohiga elib qutuldirib qolar degan o'y bilan og'ziga tushgan so'rlarni tez-tez o'qishga boshladi. O'stan yaqilab yugurgan bir to'p cherik uning qiyshidili o'tib ketishdi. Ko'rmagan o'xshaydi. Ular yo'g'on toshning qiyshidami to'xtamay yiroqlashdi. Nozugumni ular uzab ketgandan keyin yo'tal qistidi. U olqinini og'ziga besib o'pchirisiga qaradi. Hech kimni ko'rmagandan keyin ishonchlik holda yo'taldi. Shu chaqda Mana, u qochqon Muniyada o'xshaydi degan ovoz toshning yenidan chiqdi.
Nozugum ilgirilib ketgan cheriklarga qarayman deb toshning keyindagilarini ko'rmay qolgan o'xshaydi. Nozugum o'rnidan turib qechib ulgurmasdilla cheriklar uni qo'rshib oldi. Birinchi bo'lib yetib kelgan egiz bo'yliq cherik uning qo'liga yamashdi. Ba'zilari nayzi bilan no'qib uni og'ziga kelgan gaplar bilan tillashdi. Amdi uningga urib o'ltirvasimu tillisimu baribir edi. Qizga qo'l tekkizguchi bo'lmanglar. Boshliqlar uni ambalning oldidagi beshidagi bir tal chechini yerga tushirib o'tmay, tutib kelishni buyurgan. Oradan bir necha daqiqa o'tganda Nozugumni tutib olgan cheriklar uning qo'rining ichiga akeldi. Yuzlari cho'qaydak qo'rilib ketgan ambal kirpining tuklariga o'xshash tik burutini silab, uning bosh oyog'iga zansilib qarab chiqdi-da. Pah. Hammenga boy bermay qechib ketgandan keyin rostilla qaysar xotinkan. Sizlarga o'xshash ming o'limtikni boqquchi. Mushunda xotindan 5-10 ni boqsam, hamma chantoni siqimimda tutatdim. Bir xotinga ega bo'lammi deydigan, nima gap amdi? Qashqarning xotinlarining qandoq ishkanligini andig'o ko'rgansizlar. Buningdan keyin qochirib qo'ydigan bo'lsanglar, janjunga o'zinglar xotin bo'lasizlar. Ambal og'ziga yig'ilib qolgan tukurkini yutib etdi-da, qo'lini bir shiltib darhol kayniga burilib yotoqxonasiga kirib ketdi. U bor chaqda boshlarini ko'tarolmay to'van sangiltib jim turgan cheriklar amdi Nozugumga nemalarnidir deb ko'tuldishib, uni mursidan ishtirishib, yana tutqunlar orasiga akeldi. Voy Nozugum tirikkanlig'u, biz silni tunugin kelgan qariqchilar akitibdi deyishib, iymonimiz 40 kez uchib edi. Kiyimlari cho'p-cho'p so'g'u. Voy o'ldimay, chapsonroq yeshinib kiyim yo'tgimsizlar og'rib qolala. Ay qizlar, qaysinglarda ortiq ko'nglik ba? Mana meningda ba. Qizlar xurjun xaltalaridan ko'nglaklarini chiqarib Nozugumga berishga boshladi. Faqat shu chaqdala teniga jon kirgandek bo'lgan Nozugum Gulnisoga qarab, "Ahmaq qiz, nimancha vorqirab ketdingiz? Men cheriklarning orasidan amdila ayrilib chiqishimga vorqirab, hammani uyg'otib etdingiz. Jinim hada, sizlarning qechib ketganliklarini nadim bilay. Men sizlarni qaroqchilar o'g'irlab ketgan o'xshaydi deb qo'rqinimdan o'lib qolayli dedim. Sizlarni qochidi deb kim o'ylabdi deydilar. Bilgan bo'lsam vorqirmoq tugul, o'ltiribasimi og'zimni ochmaydim." Qizlarning ba'zilari Nozugumni bazlasa, ba'zilari amdi tong suzilay deganda ushtumtut vorqirab, hammani uyg'otib, Nozugumni tutqizib qo'yishga sababchi bo'lgan Gulnisoni ayblaydi. Birining kesili minga deb amdi cheriklar bizga ko'ygulik bo'lsili ko'rsatadigan bo'ldi-da. Nemanchilar qayib ketdilar. Yana qancha ko'ygulik bo'lsa mushinchilik ko'ramiz. Atsi yo'l texmu eg'irlashishga boshladi. Tog' ichiga kirgandan beri kaynida ko'p davon va yaqin suvlarni qoldirib o'tgan surgunlarga bu yo'llarning oxiri yo'qdek bilinmoqda. O'zlarimu bir kuning shu davonlarda qilib yirtqushlarga yem bo'lib ketadigandekli seziladi. Davonlar eshib qancha o'rligan seri yeshil chimanlik manziralarmi, orcha qorag'ayliq tog'larmi ozib ketyotadi. Amdi bu taraflarda faqat yalang'och do'nglardagi tabiatning qorim kuchiga bardoshlik berolmay, sunib, uvilib, upiravotgan toshlardan boshqa hech narsa ko'rinmaydi. Kuzning dastlabki eyi yangi boshlanganiga qaramay, havo to'limi sovuq edi. Kunduzi kun ufuqqa ko'tarilganda surgunlarning dumbilari bir oz isib, kechalari tushgan quru birdan erib issiq bo'lib qoladi-da, kechqurunliqi yana birdilla havo salqin tartib bo'ron shivirgan kuchi yetdi. Qashqar bilan Eliga Tangirtega orqali o'tadigan bu yo'lga tutqunlarning tushkuniga bir talay kun bo'ldi. Ular yalang kiyimlardan sovuq o'tib, dugdarishib kelyotdi. Yilning bu faslida mushundaq sovuqqa uchrab muzlaymizku degan o'y ularning uxlisi tushiga kirmagan edi. Egiz o'rlab cho'qqiga yaqinlashgan seri ilgirki 3-4 odam erkin mangadigan yo'lni tarayib, surgunlarning mengishi eg'irlashishga boshladi. Har kim o'z halakchiligida. Ular birdam Torqistonga kirib qolsa, birdam teyilib ketsila 4-500 gaz cho'nqur sayg'i g'ulaydigan egiz tog' bag'ridan pichoq bilan tilgandek yantu yo'lga ulashdi. Yo'lda to'gidek yo'g'an qo'rim toshlarga duch keladi.
Tutqunlar o'z eg'irligini aron ko'tirib borganini ozdab, ba'zida mushundoq yo'g'on toshlarning daldisida turib qolgan qichirlarni yo'lab ittirib o'tkazatdi. Hatto ba'zilarining ustidagi yuklardan elib ko'tirib mang'atdi. Cheriklarga tutqunlardan ko'ra ustiga yo'g'on tengiqlar ortilgan qichirlar muhim edi. Shunga ular davallarda mangolmay halok bo'lgan tutqunlarga qaraganda ko'proq dunyo ortilgan qichirlarni davandan sog' salomat o'tkazib ketishga ko'ngil bo'ladi. Kunduzi qor yomg'ir oralash yig'ib teyilg'oq bo'lib ketgan yantu yo'llardan tutqunlar tuzuk mangolmaydi. Nuzugum o'zidan ko'ra xuddi ichiga bir parcha muz kirib olgandek g'allildab titrab, oldida dugdarab ketayotgan Gulnisoning voyimini qiladi. U qiz kechicha tarlab tuzuk uxlamagan edi. Endi mana yo'ldimi yo'tilib mangolmayotdi. O'zingizga paxas bo'ling, qo'rqmang. Keyningizni men kelyapman. Mana endi engishib mangimiz. Ana so'g'imi yiqilishib qoldik. Dedi Nuzugum bu qizning ko'nglini ko'tirib. Bu muzdavonga boradigan yo'ldagi oxirgi o'tkal edi. Qizlar yana bir davandan o'tib yer to'yiniga qarab manganda suvni ko'rib kekirdaklarni qirishtirib yo'tilib o'zlarining harg'anliqlarini unutib qolgandek bo'lishdi. Lekin qorning qishidilla boshlangan bo'lakchi sovuq suv ilgirki iqin suvlarga qaraganda ulug' edi. Qizlar oyoq kiyimlarini selib suvni kechganda sovuq ularning mengisidan chiqqandek bo'ldi. Ular bir-birining qo'llaridan tutishib suvdan o'tib, tog' ichiga kirgandan beri o'zlarini isitolmay, put-qo'llari tortishib, mengishimi eg'irlashdi. Shu chaqda ot choptirib kelgan cherikning "Surgillar bugun mush yer yaxshiroq orom olsin. Atiganlikka muzdavondan oshimiz" degan ovozi anglandi. Tog' ichidagi sovuq shamol uning sizmi kuchayib, mog'durdan ketgan surgillarni texmi muzlatmoqda. Ular xurjun xaltalardagi barliq kiyim-kechaklarni ustilariga kiyib elib o'ltirsimu, muzlab ketgan tenini baribir isitolmadi. Cheriklar bo'lsa, endi yoylarga kigiz uylarni tikib, ularning menib kelayotgan otlarga qilin taqlarni qiqishga kirishdi. Ularmu sovuqqa chidamay, yo'lovchilar davandan o'tadigan chaqda qo'nalg'u qilgan tog' kamarlarga yoshirinib, put-qo'llarini isitishga boshladi. Ba'zilar bu tog'ning birdan-bir o'tini, yo'ldagi mol tezaklarini terib yig'ib, o't qalab isinmoqda. Kiyimlari ho'l bo'lib ketgan tutqunlar bo'lsa, cheriklar yaqqan gulxonlarga yaqin berishdan qo'rqib, o'tga talmirishib qaraydi. Ular o'zlarini isitishning amalini tepib, g'orlarning kamarlariga kirdida, 10-15 bir-biriga ermash-chermash bo'lishib, choplashib yetishdi. Shu peticha atiganligi atrof butunlay oq kimxobga o'xshash oq qor bilan ko'milganda o'rinlaridan turishdi. Qizlar asrlar bo'yi ermay ko'kirib yotgan muzdavonga ulashganda bir kun ilgirila ularning oldida ketganlar jo'tular bilan o'yib yasagan palampaylarning ustini muz qoplab ketgan edi. Tutqunlarning kechicha bir-birini qo'ltiqiga tiqib isitganda namlashib qurgan kiyim-kechaklari yo'lga chiqishi bilanla teridek taraqlab qaytib ketdi. Putlarimi qorimiz ustida teyilib mangolmaydi. Ammo cheriklar ularning bu holini ko'rib tursimu, orqada qolganlarini nayzlari bilan urib, noqushlab haydaydi. Kunduzi sovuq suv ichib, kechalari zay yerlarda yetib, sovuq o'tib ketgan qizlar yo'tilib, ko'k muz ustida o'milab degudek oron kelyotdi. Ular o'yib yasagan yo'lning ikki tarafidagi o'zlarining bo'yidek egiz muzni tutib, bir oz mengivedi, qo'llari etishib og'rishga boshladi. Bu azobga chiday olmay, yo'lning chetiga yiqilib qolgan qizlar kultik qarg'ib yetib qoladi. Ba'zi qizlarning mong'olmaydiganligiga ko'zi yetgan cheriklar ularning o'lik tirikligini boyqab ko'rgandan keyin nayzlari bilan neri ishtirib, o'lgan ot eshaklarning orasiga tashlaydi. Odamning beshiga tushib ketadigandek esilib turgan hang toshlarning ostidan yilondek to'lg'inib o'tadigan yo'lning bir tarafi tegiga ko'z yetmaydigan cho'nqur soy edi. U yerga g'ulg'an odam tirik qolmaydi. Soyning tegida bo'lsa, yengili g'ulab ketgan ot eshaklar putlarini osmonga qartib, dordayib yotadi.
Borgan seri egizlab odamning beshida turgandekli ko'rinadigan cho'qiga qancha yaqinlashgan seri cheriklarning otlarimi tumshuqlarini kerishib xortildab mongolmay to'xtab qoladi. Ular egiz ikki tog'ning o'ttirsidagi ko'k muzga ulashganda uni dasigusi kelmagandek kayniga dojib chopchib turib oladi-da, ondan oldi putlari muzga tegishi bilan qarshisida ketayotgan surgunlarni dasib yetadigandek sakrab o'rlab chiqib ketdi. Mundaq chaqda ikki tarafi tar, qistan yo'lda oran kelayotgan tutqunlar o'zlarini nega elishni bilmay aloqsada bo'lishib, ba'zida otlarning oyig'ig'ili yiqiladi. Palta ham jotolar bilan yo'lni o'yib kengaytayotgan davanchilarmu tutqunlarga yordamlashib, yiqilganlarni yo'lab turg'izib qo'yadi. Palampay qilib yasagan yo'l bilan tiktog'ning cho'qqisiga chiqquncha mag'duri qolmagan qizlar boshlari qiyib tövanga qarayolmaydi. Shunglashqa ular nima bo'lsaqmi bilib bo'layli deyishib, bir-birining ko'nglik peshmaklarini qo'yib bermay mahkam tutib elishgan edi. Ko'pchilikki xuddi bu yo'llarning epi-jebini nozugum yaxshi biladigandek uningdan ayrilmay kelishib-atadi. Qizlar muzdavonga ko'tarilganda o'zlarini biri tengib qo'ygan ko'zlarini echib-atgandek his qilishdi. Bosh oyog'i yo'q kang tuzlandagi oq qorga qarasa ko'z qamishadi. Ufuqdan ko'tarilgan kun o'z nurini ko'plab chachqanda qilg'ini bilan, ammo nemishqudur uning issiqi tugab qolgandek so'rin edi. Muzdavonga ulashgandan beri hang toshlar orasidagi qistan yo'llarda mengib kelayotgan tutqunlar tog' beshidagi tuzga chiqqanda teximi muzlab log'ildab titrashga boshladi. Kechicha qor ustiga tushgan qironi uchirib ketayotgan bo'ron borgan seri kuchayishga boshladi. Qizlar atrofga arvohi uchib hayron bo'lib qaraydi. Ularga mushu davonga chiqib olsalar, barliq jabr jafolari tugaydiganda qilib edi. Ammo atrofga sapsilib qarasa, oldida yana qorliq egiz cho'qilarning oqirib turganligini ko'rib, teximi cho'nqur g'amga patdi. Endi ular o'zlarini bosh uchi yo'q qorliq egiz cho'qiga chiqib qolgandek sezdi. Oq qor ustida turgan qizlar nega monarni bilmay hangviqib qilishdi. Bu yerdan qaytib tushish mumkin emas edi. Mo'rlarni yepib turgan uzun chochlariga muz qaytib, kiyim-kechaklari yirtilib ketgan ba'zi qizlarning tallari echilib qolgan edi. Ilgari or nomusdan qo'rqib, er kishiga tikilib qarashga ayminadigan qizlarning amdi o'zlariga qarag'uvchiligi yo'q edi. Ularning chiroylari sovuqda ko'kirib, putlari muzlab ushishga boshladi. Qizlar tog' beshiga chiqib bir hangviqib turgandan keyin bir-birini quchoqlab, o'zlarini to'xtatib ololmay yig'ilishib ketdi. Bu yana nima ko'gilikda nozugum? Shuncha kundan beri tortayotgan jafolarimiz ozmidi? Yaratgan egan bizni qaysi gunohlarimiz uchun munchalik qiynaydi? Mushkullarni ko'gicha nemishqimi Qashqarda o'lib olmagandimiz? Bu yerlarda bo'rlarga yem bo'lib o'lib ketadigan o'xshaymiz. Nayqashga jonni ep qashqidek biraga bo'lsichi. Shuncha yo'l mengib, ko'p azob chekib tursimu qiyinchilikqa bardoshlik berib, ko'z yeshi qilmagan qizlar amdi oq qor, ko'k muz ustida bezligidek hech kimi yo'q bo'lganligi uchunmi, yirtilib ketgan ko'nglaklaridan o'tgan sovuq shamol badallarini etishtirib, to'ngiltivatganiga qaramasdan uzoq yig'lashdi. Ularni qilish nayzlarning ostida akilayotgan cheriklar o'z halakchiligida bo'lib qoldimu, xeyli vaqtgacha qizlarga tegmay ularni o'z erkiga qo'yib berdi. Tutqunlar mushundaq yig'lab turaversa, badallaridan sovuq o'tib, to'nglab qoladiganligini his qilgan bo'lsa kerak. Bir chaqda ular o'z ara do'stlarining mo'rlaridan qo'llarini tushirib, ko'z yoshlarini surtishga boshladi. Yuringlar, qo'zg'ilayli. Mengib tallarimizni isitmasak, bu yerda to'nglab qolishimiz mumkin, dedi birinchi bo'lib o'rnidan qo'zg'algan Nozugum. Faqat shu chaqdala az hoshini yig'ishga boshlagan cheriklarmi? Qani mengish, tez mengish, deb qizlarni kaynidan haydadi. Oq qorga purkangan Tangirtog'ning usti timtoslikqa cho'kkan edi. Tutqunlar bosh oyog'i ko'rinmaydigan cheksiz tuzlanga ulashganda qalbidan chiqayotgan shamol teximi kuchayishga boshladi.
Әмді даванчылар тазылап маңған yo'llarni tarayib, uning chetlarida u yer bu yerda bugun o'lgan eshaklar bilan otlarning o'liklari dardiyib yotadi. Buningdan birer kun ilgari o'lgan mollarni oqshom yeb to'yib olgan bo'rilar yiroqdagi egiz cho'qqilog'i chiqib elib, yo'l bo'yi cho'rilishib ketib borgan odamlarga sap-selib qarab turadi. Bo'rilar yeb tugitalmagan otlarning ko'zlari xuddi tirik otning ko'zidek parqirab ko'rinadi. Yo'l yaqisida o'lib yotgan ot eshaklarning yonpashlari yo'q edi. Voy xudoyim, ma odamning o'ligiga qaranglar. Yengil o'lgan o'xshaydi. Bu oldimizda haydab mangan erlardan birining o'ligimidu? Bu so'z Nuzugumga yuragiga yengni sanjigandek ta'sir qildi. U akam emasdir degandek yo'l chetidagi beshi qarg'ib yetib qolgan o'likka tikilib qaradi. Uning ustiga kiygan paranjisi bilan beliga bog'lagan balvig'i oksininkidan qilchi farqlanmaydi. Nuzugum buni ko'rib texmi qo'rqib ketdi. U yo'l chetidagi sarg'ayib qolgan qorni kechib o'likka yaqinlashdi. "Hay qiz, sizga nima ko'rindi? Beri o'ting. O'lik qarisi yomon bo'ladi." Ammo Nuzugum do'stlarining varqirg'iniga qaramasdan qorni kechib berib, o'likning yoqasidan tutib, bor kuchi bilan qaytib qolgan odamning beshini ko'tarib qaradi. Oqsa emaskan. U ikki qo'lini egiz ko'tarib duo qilgandan keyin kayniga qaytib yo'ldagi qizlarga qo'shildi. "Ahmaq qiz, sizga u nima ko'rindi?" "Akam chig'i debdimi?" Nuzugum o'likning chiroyiga qaraganda qo'rqib ketdimi yoki beshig'i birar o'y keldimi, xeyli yerga borguncha gap so'z qilmay mangdi. Qizlar yo'lning chetidagi mollarning o'liklari bilan billa to'nglab qolgan odamlarning ko'zlarini qog'lar cho'qib yeb ketganini ko'rganda, o'zlari bir yerga berib, oshularga o'xshash o'lib ketarmizmi deb tashvish yeyishga boshladi. Qizlar mengishni ittiklatdi. To'pqa yetishalmagan yosh qizlar yog'liqlarga tugib olgan narsalarni maydalariga ching besib yugurib kelavatadi. Sirgullar muz dovondan chiqib ilgirlagan seri bo'rilar birining yon pishini yulib olgan, birini bo'g'izlab tashlab etgan, birining uchay qornini chuvib etgan mollarning soni texmi ko'paydi. Ko'p yildan beri o'lgan mollarning qiyni singib, erimay saqlanib kelayotgan qor sarg'ayib, qandoqdir boshqacha bir tusga kirib qolgan edi. Osmonda bir parchami bulut yo'q. Quyosh parqirab ko'rinib tursa-mu, nemishqidir bu yerga issiq o'tmaydi. U egiz tog' kayniga mo'kkanda olamni mangu yo'rimaydigan qorong'ulik bosadigandek seziladi. Bir chaqda tog'ni zilzilaga solgan qarasligan ovoz anglandi. "Voy appa, ostomonsaq to'nglab qolamiz!" deb qatorlashib kelayotgan qizlar xuddi boya o'zlari o'ylagan oxir zamon yetib kelgandek bir-birini mahkam quchoqlab turib qilishdi. "Bu nima bo'ladi amdi? Yer tavrab tog' o'rlayotidi deyman." Qarasligan ovoz besilib, bir oz vaqt o'tgandan keyin oldida ketib borgan qizlar keyindikilarga "Muz yerilibdi-dak. Muz yerilsa-mu shunda qattiq ovoz chiqamdi." Tabiatning bu qismatidan qo'rqib, texmi tashvish qayg'uda qolgan tutqunlar olli tovu o'qishib, bu yerdan chopsonroq o'tib ketishga oldirganda, oldida ketib borganlar to'xtab qoldi. "Hay, yana nima bo'pti?" deb so'rashga boshladi kaynida kelayotganlar. "Muz yerilgan yerdan o'tkili bo'lmay yetibdi-dak. Bir muncha ot va odamlar muzning tagiga tushib ketibdi. Avaylab menglar." degan gap so'zlar tarqalishga boshladi. Qizlar yana g'ol-g'ol titrishib, yig'lishib ketdi. Bir ishki gazdek kenglikda yerilgan yeriqdan otlab o'tayli desa, muzning tagiga tushib ketarmizmikin deb qo'rqan qizlar kayniga tojib, bir-biriga yepishib, xeyli vaqtgacha tirajishib turishdi. Ular faqat haydab kelayotgan cheriklar dumbalarga urib noqishlagandilar, yog'liqlarini bir-biriga bog'lab yeriqdan sakrashga boshladi. Ba'zilar putlarining uchida qorni osta tasab, yeriqqa yiqilishib kelib, pastga qarab qo'yatdi. Ammo 2-3 terak bo'yi cho'nqurliqda o'yilgan muzning tegi ko'rinmaydi. Bir-biriga choplashib, qo'rqib turib yerilgan muzdan o'tgan qizlar qancha ilgari mongan seri ularning ichidagi og'rib tortib qolganlari bir-birlab yiqilib qopib kelayotdi. Muzdavonga ulashgandan beri Nuzugum bilan buvi Ayshamning zo'rlishi bilanla
Qatardan qalmay so'rilib kelayotgan Gulnisaning ahvoli borgan seri ig'irlashib ketyotdi. Bu qiz putini ololmay so'rilib mang'atdi. Ammo tog' suyidan o'tgandan beri uning teni o'tda qizib, teximi halsiramoqda. Oxir u Nozugumga yolvorishga boshladi. Qiynalib ketdingiz hada, endi bo'la, meni mush yerda tashlab ketding. Men sizdan u dunyo, bu dunyo rozi hada. Ahmaq bo'lmay uyqungizni iching, bir oz ming'andan keyin muzdavondan o'tib ketamiz. Dedi Nozugum badini qizigan seri as-hoshini yo'qitib, o'zining nima qilayotganini bilmay jo'ylayotgan Gulnisani bezlab. Gulnisa bo'lsa, mening jinimni qiynamay, meni qo'yib etinglar. Qaga qo'zg'imga yem bo'lsam-mu, mush yerda yetib qolay. Endi manguchilikim yo'q. O'likim Tangirtog'ning cho'qqisida qolsin. U xeyli yergacha so'rilib maqdi. Kun o'zining nurini chechib, egiz cho'qining kayniga mo'kishi bilan tutqunlarning mengishi texmi ig'irlashdi. Ehtimol, cheriklar mundaq shivirxanda so'zilib mengiversa, karvonlarga qaraqchilar. Ot uloqlarga bo'rlar hujum qilishi mumkin deb qo'rqdimu, uzoqqa so'zilgan sapning beshini to'xtatdi-da, ularni bir yerga do'gilak chambar shaklida yig'di. Surgunlar cho'risiga kigiz uy va chedirlarni tikdi. Bu uylarning bir qismiga tutqunlarni qo'y so'lig'andek tiqib yotqizdi-da, o'zlari uloqqa ortib mongan o'tin tezaklarni o'tqalab isinishga kirishdi. Bu kechisimu so'g'uq o'tib ketgan Gulnisaning teni qizib, tong otquchi tovlab, tuzuk uxlayolmadi. Ömür bo'yi oqqar, ko'k muz ustiga tikilgan kigiz uyda yetish bu yoqda tursin, hatto uni ko'rib boqmagan qizlarning ba'zilari yo'tilib, ba'zilari tovlab, yana ba'zilari so'g'uqda o'zini isitolmay ushib qolgan putlari etishib og'rib, hech kimning ko'ngil aromi bo'lmadi. Kechisi so'g'uq kuchaygan seri qayerdandir qarsildab muz yeriladi. Mundaq chaqlarda qizlarga xuddi o'zlarining ostidagi muz yerilayotgandek to'yilib, o'rnidan sakrab turib ketadi. Uning ustiga kunduzi ko'rinmagan bo'rilarmu atrofni beshiga kiyib, yiqilli yerda hovlishadi. O'z halakchiligida qolgan tutqunlar bo'rilardan teximi qo'rqib, tong otquchi kirpik qoqmay chiqadi. Cheriklar atsi tutqunlarni kun chiqa chiqmasdilla o'rinlaridan turg'izib haydab mangdi. Kechicha og'rib uxlayolmay chiqqan Gulnisaning nafsi qisilib, orolli dam oladi. Uning o'rnidan turib mengishi bir chetda tursin, hatto ko'zini echishqimi chamisi kelmay sunaylanib yotadi. Hey, bu qiz baribir saqayib ketanmaydi. Uningdan ko'ra, u mushiyadil qolsin. Dedi cheriklar bu qizning davondan tushkicha o'lib ketadiganligiga ko'zi yetib. Gulnisaning o'likini bo'rlarga yem qilmaymiz. Qashqardan birga chiqqandan keyin o'lsakmi billa o'limiz. Uningsiz bu yo'lda talay do'stlarimizdan ayrildik. Rost aydilar Nozugum, nima bo'lsaqmi bu qizni o'zimiz bilan billa akitayli. Qizlarning ba'zilari pashmitini, ba'zilari boshlaridagi yog'liqini yeshib, uning ustiga Gulnisani selib bir oz yergacha so'rab mangdi. Yuqoriga o'rliganga qaraganda tövanga mengish xeylili yenik ekan. Amdi so'g'uqmu sal pasayib qolgan edi. Akasila, amdi Gulnisani biz bir oz ko'tirayli. Yo'l azobi go'r azobi deb bekor etmagan ekan burunqila. Bechora qizning shaparangdakli yeniklab ketganini. Tog' yo'li borgan seri tövallab kengayganda qizlarning mengishimi yeniklashib qoldi. Bu tarafdagi tog'larning qoptallarida qarag'ay bilan orchilar ko'p edi. Havodan qarag'aylarning xushpuroqlari dimoqqa urilib turadi. Taskayning havosi boshqacha bo'lamdi nima? Chinqi tush vaqti. Kun qizlarning dumbillarini qizitmoqda. Ba'zilarning peshonalari, bo'yinlari tarlamoqda. Hoy qizlar, oyaga qaranglar. Beyish degan mushimu nima? Nima degan yaxshi tizlanglar, qaranglar. Yayloqlarning chiroyliqligiga. Xan yayloq degan yerlar mushi bo'lsa kerak. Bizning dadillarimiz parangini ko'p qiladigan yayloq mushigu deyman. Ana avun ko'rdinglarmi? Yon bag'ridagi kigiz uylarning ko'pligini. Hoy qaranglar, ularning odamlari mushyoq qarab yugurishib kelyotidi. Surgunlar tog'dan tushib yayloqqa ulashganda, ularning oldiga olbonlar yetib kelishdi.
Ular kiyimlari yirtilib, chochlari cho'g'ilib, holsizlanib ketgan qizlarni ko'rganda, o'zlarining ko'zlariga o'zlari ishonmay, hayron bo'lib turib qilishdi. Oynalayin. Ona qiz o'lib qolgan-ba nemini? Obal bo'lgan-kan beshoraga. Mena qizlardan suni tastamay kelajatganini ko'rding-ba? Qarag'im, mena qizingni bizga ber. dedi qizlarning yeniga birinchi bo'lib yaqinlashgan, ufchisiga uzun chopon, beshiga oq qalpoq kiygan salobatlik odam. "Nima davatidi?" deb so'rdi Nuzugum Gulnisani ko'tirib kelayotgan qizlardan. "Gulnisani so'ravatidi. Basak berayli, qancha qilgan bilan bularmi bizga o'xshash musulmonkan-ku. O'lib ketib qolsa namozini tushirib ko'mib qo'ya, rizqisi tugimasa saqayib qola." Qizlar davondan tushishiga ot choptirib kelgan bir to'p Alban yigitlari Gulnisani elib manganda, surgunlar ularning keyindan zo'r umidda qarashib qoldi. 4-bob. Qashqardan palonxonlarni haydab ketdi degan xabar egiz tog'larda hayot kechirayotgan chorvachilar bilan ishlari tugab qolgan Eli tavasining dehqonlar orasiga chaqmoq tezligida tarqaldi. Dastlab bu xabarni behish bo'shiki deb atalgan xonyoyliqda mol beqiyotgan chorvachilar anglab, ondan u Tekes daryosining yoqisidagi va Kegan, Narin, Qarqari yoyliqlaridagi chorvachilarga yetishga boshladi. Ular har yilining bu faslida mushu xonyoyliqqa kelib qemiz ichib, tomosha qilib, o'g'loq tartib, ot uloqlarga har turli mollarni ortib kelgan Anjonliq va Qashqarlik savdogarlar bilan savdo-setiq qilishadi. Bu yil bo'lsa undaq ishlarmi yo'q. Qashqardagi Ching hukmronligiga qarshi jangda Jahongir xo'janing lashkarlari yengilgandan keyin u tarafning mol dunyosi bulang-talonga uchrab, odamlar Eliga palongandan beri bu yermu sal qalaymaqon bo'lib qolgan edi. Qashqariyada 2 yilga yaqin Ching sulolasi hukmronlariga qarshi davom qilgan urush mezgilida yurtni, bola-chaqa, ota-onalarni tashlab, jon saqlash uchun bosh elib chiqib ketgan ba'zi odamlarmu amdi mushu yoqlarda tirikchilik qilib yuradi. Ularning ba'zilari qalaymaqon paytlardan foydalanib, bir oz pul dunyo yig'ib olish maqsadida Anjon Qo'qon taraflardagi bozorlarga borgani bilan u yoqlarga o'rinlasholmay qonqib chiqib, O'sh, Qorako'l va yozda bu tavaning barliq mollari to'planadigan qora bozorlarni aylanib, amdi xonyoyliqqa kelishgan edi. Ular bola-chaqa, uy makonining hammasini do'g'i tikivatgan qimorvozlardek yalangto'sh, bechor bo'lib ko'ringani bilan yozicha topgan dunyolari ko'p edi. Topgan pul dunyoning hammasini ballariga bog'lab, kech-kunduz yollaridan ayirmay, jinini saqlagandek saqlab yuradi. Ba'zilar topgan dunyolarini oz ko'rib, kuz kelib, oqqor, ko'k muzliq qishning yaqinlashayotganiga qaramay, bu atrofdagi Alban qozoqlari orasida bir oz ovqat qilmoqchi bo'lib yuradi. Ularning ba'zilari muzdavondan yolg'iz o'tib ketayli desa, yozicha topgan targanlarimizni qaroqchilarga tortqizib qo'yimiz deb xonyoyliqda Qashqarga mo'ngdigan cho'ng karvonlarning kelishini kutib yotadi. Lekin muzdavon orqali Eli tavasiga palangan necha minglagan odamni haydab kelayotgan cheriklar ularning safarini xeyli kungacha kechiktirib qo'ygan edi. Tutqunlar tog'dan tushganda ularning qishig'a bu yerdagi qozoq, Uyg'urlarga qo'shilib jahondarchilik qilib yurgan Qashqarlik savdogarlarmi yugurishib kelayotadi. Ko'ngliklari yirtilib, pochoqlarini toshlar sizib yora qilib, kiyimlariga, uzun chochlariga orcha va tevilg'i yo'pirmoqlari choplashib ketgan tutqunlar davondan tushkicha herib mag'dur sizlanib ketganlikdan chiroylarimu so'lg'an guldek g'amkin edi. Tutqunlar yoyloqdagi gilamga o'xshash takshi o'sgan chim ustida o'ynab yurgan bolalarni ko'rib, o'zlarining Qashqarda qolgan qarindoshlarini aslab seg'inishlari kuchaydi. Endi ular putlarini g'ajab qon tevatgan oyoqlarini silib, yalang oyoq mengishdi. Qashqar tarafni yaxshi deb yursak, bu yerlarning tabiatimi go'zalkan-ku. Nuzugum ko'k chiman ustida chelishib o'ynayotgan bolalarga, qura qo'ylarning marishib yurganiga zo'qlanib qaramoqda. Arlarimiz eshaklarga yuk taqini ortib, bu yoqlarda jahondarchilik qilib yurgani bekor emas o'xshaydi. Bu yerlarda mol degan soyning teshidanmi ko'pkan-ku?
dedi taq qoptallardagi yerning yuzini ko'rsatmay yeyilib yurgan mollarni ko'rgan ayollar. Ko'rdinglarmi? O chetdagi kigiz uylarning chiroyliligini. Ehtimol u uylarda bu yayloqdagi odamlarning boylari tursa kerak. Nuzugum o'pjo'rsidagi narsalarni qizlarga bir-birlab ko'rsatib so'zini davom qildi. Qaranglar, o ko'k chimanlikda kimlardir choy qaynatib yurdi. Ularning ichida bizning yurtning odamlari bormi nima? Eli tavasiga o'tgandan beri bu dunyodan voz kechgandek atrofdagi hamma narsaga beparvo qarab kelayotgan buvi Oysham do'stining so'zini anglasimi, uningga anchavala e'tibor bermay beshini to'van silib ketayotdi. "Hay, buvi Oysham, o o't qilayotgan Iminaxun kam emasdi? Mening turishlari qo'yib qo'ygandeklar o'xshaydi-kina?" dedi Nuzugum tuyuqsizla. 6-7 oydan beri xat xabarsiz ketgan erining ismini anglaganda, buvi Oysham yuzini yepib turgan qo'yuq qora chechini olqini bilan kayniga qayrib etib, beshini dast ko'tirib o't ko'yayotgan tarafga qaradi. Rastilla o't qilib, choy damlab yurgan odam eri Imin Oxunning o'zi ekan-ku. Odam degan mundaqmi o'xshashib ketamdi. Bo'yimu Imin Oxundek pakar, burutimu kichik, og'zini yepib turdi. Uchsig'i kiyib olgan yektiki bilan lotta balvig'imu shundoq o'xshash. Uning sal oldiga engishib turgan bo'yimu, bo'ynini bir yeniga qisib turishimu, badam do'ppisini cho'qqisiroq tortib kiyishimu ba'ayni Imin Oxunga o'xshaydi. Yo'q, bizninkilar Anjan tarafga ketgan. Bu yoqlarda nima qilsin? dedi buvi Oysham o't qalayotgan odamni eriga o'xshasimu, ko'nglida paydo bo'lgan mehr hayojonini birdilla izhor qilishga petin olmay. Jahongir G'o'ji yig'ilqidan keyin Manju cheriklari anjonliqlarni Qashqarga yo'latmaydigan bo'ldi emasmi? Shunga sizlarning uydagilar yurtga qayta olmay, mush taraflarga kelib qoldimikin deyman-a? Balki. Buvi Oysham do'stining ko'zicha bu kishiga oncha bola ahamiyat bermaganda qilsimu, lekin ko'ngli davolg'ib, yuragi og'ziga tiqilib qolgandek bo'ldi. Qashqardagi xalqlar vatan uchun jinini fido qilib, yurtni qon to'kayotganda, mening erim bu yerda birining o'tini qalab, xizmatini qilib nima bo'pti? dedi buvi Oysham obro'yini tushirgisi kelmay. Hamma odam sizlarga o'xshash o'ylaydigan bo'lsa, biz bu yoqlarda sarson bo'lib yuratdikmi? Ba'zi bir kishilarning ona yurt, bola chaqalaridan ko'ra, bellariga bog'lab olgan pullarni ortiq ko'rgachga mushkullarga qoldik-da. Buvi Oysham kaynida kelayotgan juvonning aytgan bu so'zlaridan keyin o't qalayotgan odamni o'z erim deyishga izo tortgandek uniga yenib qaramadi. Aksicha, u odam zodi mening erim bo'lmasaydi deb tilavatadi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Turg'an To'xtamning Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Nuzugum nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini ertadagi programmamizda anglag'aysizlar. Meni ovqat qilmay, bekorga lalangab yurdi deb qolma. Endi undaq topgan pullarini chekillarga teng'osizlar. Buni nima davotida endi xaloyiq? Bu Oysham, ang bo'lmaganda Xudodan qo'rqsang-chi. Voy buvi Oysham, shunchilikmi qattiq gaplarni qilganlari nemisi? Yolg'onmi? Bu odam uni ko'rib qolg'ashqila, jinim xotinim deb xiyridorlik qilyapti haqiqatan. Singlim, bakansiz. Men texi sizni muz davolarda qiyin xatarga uchrab ketdimikin deb voyim qilib yuratdim.